Сообщаю. Сообщай, куда хочешь, брат. Сообщай, куда хочешь, я не преступник, брат. Подожди, я говорю. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu Ukraina fuqarolar to'g'risida, Ukraina fuqarosimi, Moldaviya fuqarosimi, xullas shubhali tuyulgan haligi Gentra Qashqadaryo regioni 867 raqamdagi mashina aniqlash uchun mana Obulgaga keldik. Sizlarga polni obzor chiqarib beramiz. Buni oxirigacha yetib boramiz. Oxirigacha yetmasak qo'ymaymiz. Buni hozir kirib GAI xodimlari bilan muloqotda bo'lib, muloqotda polni harakat qilamiz. Qani agar ruxsat bersa, polni obzorni qilib chiqarib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Obulgaga kirib chiqdik. YPX xodimlari sizga ma'lumot berishdi. Mashina topilgan, ushlangan va Samarqand shahar UVDga topshirilgan ekan. Fuqarolarning o'zi ham hozir endi UVDga borib ko'ramiz. Qani UVDda qanaqa rasmiy ma'lumot olish uchun UVDga qarab yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xizmat bilan kelgandik. Jamoatchilik nazorati bilan ismim Foziljon, ijtimoiy tarmoqlarda shu tamam. Hozir o'ziga keldik Samarqand viloyat. Ko'rdilar, Obulgaga bordik, Obulgaga jo'natdik, Obulgaga ham bordik. Endi Obulgaga keldik. Viloyat shu yerga jo'natishdi. O'sha chet davlat fuqarolari to'g'risida. Cheklovli fuqarolarni ushladi. Mahalla. Mashina O'zbekiston mashina Qashqadaryoniki. Xullas, o'rtada bagajlarni tekshirib, shubhali yurgani uchun nima qilsam beradi. Millatni Moldovani dedi, pasportni ko'rsatdi, pasportini yuqorisi yo'q, asl ko'rsatyapti. Shuni risk yo'qyapti, Ukrainaga yozib turib qoldimda. Risk yo'q. Men uchastkavoylarga telefon qilib, shundan bilan qochishga tushdim. Xullas, men voqeasidan ikkita mashina qurib yo'qotib qo'ydik. GAI xodimlariga telefon qildik, tadbirlarimiz dedi. Postga keling dedi. Samarqanddan birinchi aprel. Shunga tak. Post nimaga keldi? Samarqand viloyat Qashqadaryo tumani Charmi postga bordi. Xodimlarga xabar qildik. Orientovka berildi dedi. Telefon raqamlarini yozib oldi xodimlar. O'zimiz aloqaga chiqamiz ushlagandan keyin hech qanaqa menga ma'lumot kelmadi. Video ijtimoiy tarmoqda o'zi xodimlar bilan bo'lgan muloqotdan, chet davlat fuqarolari bilan bo'lgan muloqotdan ijtimoiy tarmoqqa qo'yganmiz. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yganmiz. Endi obunachilarimiz talab qilyapti. Shuni natijasi nima bo'ldi? Qanday chora ko'rildi? Qanaqa insonlar ekan? Terroristni yo'q, mehmon o'qiganmi? Ish bizdan nima bo'ldi hozir? Bizdan endi shunga kamonda Obulgaga nimaga jo'natib bo'ldi, bo'ldi deb jo'natishga shug'ullangan. Shu yerda borib, o'zi ma'lumot olasiz. Qaysi xodim shug'ullangan? Shu yozgansan? ariza emas, mavzuga aligrofga. O'zi chiqgansan? Yo'q. Post, Charmi post GAI xodimlariga murojaat qilgan. Hozir ushlangan deyapti. Ushlangan mashina topildi, fuqarolar topildi, bittasi ochib ketdi. Deb bizga shunaqa ma'lum. Shuni hozir bizlar qaysi xodim ushladi, qanday chora ko'rdi, bizlar intervyu olishimiz kerak.
Endi ichki ishlarga nisbatan obunachilar yozyapti-ku, nimaga O'zbekiston fuqarosi bir yeto harakat qilsa, shubhali qilsa 2 minutda chora ko'radi-yu, chet davlat fuqarosiga nimaga shuncha kundan beri natija yo'q. Qanaqa insonni to'g'risida ma'lumot kerak. Haqiqatdan ishlandimi, qanday chora ko'rildi, nima maqsadda ular mahallama yuribdi. Hozir kim aytyapti sizga ishlar o'sha? Oldin aytyaptimi? Oldin nomeri yo'qmi o'zi? Sizlar o'zingiz aytyapsizmi? Nomeri bor. Shuni gaplashamiz. Gaplashdi, O deyapti. yo'q. Bu yerda oldin nomerlar yo'q. Kim? Davron. Xo'sh. Shundan gaplashdik. Bu haqda Google'ga boring. Google'ga bordim, Google bizga ma'lumot Google'ga borasiz. Google shug'ullanganda. Qaysi bo'limlarga qolmaydi? Yo'q, misol bilmadim. Damazda oldin bor. Bir bayan oldu. Kimdir telefon oldingiz? Kimdir telefon oldi? Oynaysiz qaytarib chiqdi, so'rasiz. Kim? Matbuotda ishlanib yozdim. YouTube'da biroz gapirdim. Uzluksiz o'qituvchi. Panikidan. Ma'lumot berdi-ku. Shahar hududida ishlangan. Davron degan bir xodim nomerini berdi, gaplashuvda u Google'ga jo'natdi. Google'ga borsam, Google'da aytyapti, biz unaqa ma'lumot yo'q, o'sha Google'da shug'ullangan. Dedi, hozir mana Google'ga kelganman hozir. Salom. Yaxshimisiz? Davlat. Mana chet davlat fuqarolar bo'yicha shubhali mahallada yurganlik uchun orientirovka bergandim-da. Nomerlar gaplashdi, men oxirida o'ziga keldim, hozir xodimlar bilan gaplashyapman. Davlat resmi. Ya bu bilmaydi, bu gaydan telefon qilyapti. Yo, bu gayga bordi. Bu gayga berga jo'natdi birinchi. Davron aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ilhom aka burada. Aka, bunaqa arizachi sizga ko'rsatib bo'ldimi? Telefondanmi? O'g'ilgaydanmi? Chiqish kelganda hozir bu yerga natijasi bo'yicha o'zi anaqa jamoatchilik shu mana anoda qo'llarida telefonlari bor. Endi bizga ogohlantirdi. Shundan endi fuqaroda men nomi yo'q, bu qarshiligim yo'q. Biz bu kishi kutadi hozir. Bitta nom qiling, bitta tushib o'zi gaplashing qani. Nima? Sonra davomga tushadi, bilan gaplashadi. Agar mayli desa o'sha qiladi. Ana hozir xodimni kutyapmiz chiqishini. Qani nima deb savol javob qiladi. Endi ruxsat bersa videoga olib intervyu qilamiz. Qanday chora ko'rgan chet davlat fuqarolariga o'zlaringiz ko'rasizlar. Endi o'zidan ruxsat so'ragan holda intervyu olishimiz kerak. Har qalay davlat xodimi kutib turibmiz, chiqamiz deb ma'lumot berdi. Kuzatuvchilar, mana ko'rdilaringiz, Samarqand viloyati Obulgayiga ham bordik, aniqlashtirib UVDga topshirgan ekan, haqiqatan YPX xodimlari ushlagan ekan. Moshunda UVD polni profilaktika o'tkazib, yashash joyigacha tekshiruv olib borilgan. Hech qanaqa xavfli joyi yo'q ekan u insonlarda, faqat sigan haqiqatan ham. Lekin xavfli tomoni nima?
aldab narsa sotishi mumkin. Bir arzimagan narsani sizga qimmatroqqa sotishi mumkin. Bir tillo debmi, masalan, atar-patar shunaqa narsalar bor ekan deb ichki ishlar bizga shunday ma'lumot berdi. Lekin ehtiyot bo'lganlaringiz baribir yaxshiroq. Endi chet davlat fuqarosi baribir nima niyatda yurgani uchun men bilish uchun, to'g'risi o'zimiz mahallada yurgan uchun men to'xtatib shu tekshirib nima qildim. To'g'ri, balkim haqqim yo'qdir, lekin o'z uyimda, o'z mahallamda, o'z vatanimni himoya qilishga haqqim bor. Har bir fuqaron deb o'ylayman. Chunki vatan bu ostonadan boshlanadi deydi. Shuning uchun befarq bo'lmaganimiz ma'qulroq deb o'zimni shaxsiy fikrimni bildiryapman. Keyin negativchilar yozgan, nima ishing bor, yuraveradi, chet davlat fuqarosi, bizlar ham Rossiyada yuribmiz deb bittasi yozyapti, sen avval Rossiyaga kelib ko'r deb. Sen negativ yozadigan inson, hozir ismi chiqdi, yozib olgandim. Men Rossiyada yurganimda to'g'risi bilmadim. Tug'ilganmiding, yo'qmiding? Men qarib 20 yil Rossiyada yurdim. 20 yil. Hamma viloyatda pashti bo'lganman. Bu degani endi Rossiyada yuribman, bizni vatanga borib nima qilsang qilaver degani emas. U Rossiya fuqarosi emas, ular Moldaviya fuqarosi ekan. Lekin videoda o'sha kuni ko'rgan bo'lsalaringiz, bir Rossiya fuqarosiman deyapti, bir Moldaviya, bir Ukraina fuqarosiman deyapti. O'shanga gapiga to'g'ri kelmagancha ikkinchisi musulmonman alhamdulillah deb boshlagandan keyin men aytdim, unga kalima qaytar, men haqiqatan bilasizmi musulmonligini desam, kalimani bilmaydi. Bu negativchilar endi yana bitta narsani aytay, bittasi meni haqorat qilyapti, onangni pistigon qilay, palon qilay, mana qilay deb. Negativchilarga bitta narsa, bu negativga kirmaydi bu. Negativ o'sha siz ko'rayotgan tasvirdagi video qanday jarayonda ketyapti, o'shanga siz negativ bildirishingiz mumkin o'z fikringizni. Lekin любой videoni ko'ryapsizmi, qaysi bloger bo'lishdan qat'iy nazar, siz uni shaxsiyatiga tegishga haqqingiz yo'q. Yo oilasidan birontasini so'kib haqorat qilishga haqqingiz yo'q. Chunki bu Jinoiy kodeksning 41-moddasida ko'rsatilgan. Eng kam oylik miqdorda 20 barobardan 40 barobargacha jarima urishi mumkin. Men o'tgan yili meni bir videomga o'zimiz Samarqanddan, Kattaqo'rg'on viloyat tuman shaharidan meni onamni haqorat qilgani uchun 2 minutda toptirdim u bolani. 2 minutda. Topish qiyin emas. O'sha lichkangizga kirib shuni aniqlik kiritib, shuni bazadan kelib chiqadi. U bola Rossiyada ekan. Otasi uyimga kelib uzr so'rab keldi. Yoshi katta bir ulug' inson ekan, namozxon inson ekan. Otasi uchun, hurmati uchun kechirib yubordim. Men nima demoqchiman? Ne tolka meni videomda va boshqa qanaqa video ko'rishingizdan qat'iy nazar, onasidan, oilasidan so'kishga hech kimda haqqi yo'q. Bunga обязательно O'zbekiston jinoiy javobgarlik tortadi, kodekslari bor. 41-modda, eslab qo'yingizlar. 41-moddada ko'rsatilgan. O'shaning uchun birovning shaxsiyatiga tegishni tavsiya qilmayman. Video ko'ryapsizmi, yoqmayaptimi o'sha video, avvalasi chiqib keting yoki negativ bildiradigan bo'lsangiz, o'sha video to'g'risida blogerni o'zini xatosini bildirib o'tishingiz mumkin. O'sha negativga kiradi. Haqora bu so'kinib nima qilish negativga kirmaydi. U shaxsiyatga tegish bo'lyapti. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'linglar. Hozir qonun kuchaygan. Hammalaringizga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Keyingi videolarda uchrashganimizcha qo'ldan kelgancha mana shu videolarni olib boryapmiz. O'zimni faoliyatimdan kelib chiqib nima demoqchiman? Sizlarga kattadan katta rahmat. Har birlaringizni kommentariyalaringizni befarqlikda qoldirmay o'qib boryapman. Negativni ham va yaxshi so'zlarni ham like bosib, podpiska bo'lganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Eldi xizmatida har doim yuramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.